Bu kelinnichi hozir xonim onini kuydiraman. Mushtari, Labiyojon, voy, tavba qildim mushtari. Nima bu? Tug'ilgan kunimga oyizlar eng qimmat Turkiyani, Italiyani ko'ynaklarini olib kelib beribdilar. Ko'ynaklarimni o'rtoqlarim ko'rib eson qolsin deganlar shekilli. Men oyizlarga shunaqa chet eldan eng qimmat brendlarni olib kelib 10 talab berib boraman. Qani, qaysi birini kiyishni bilmay, eslari olib qolsin oyizlar. o'g'lingiz oliy oladi hozir. Sizga shunda olamiz deb beramiz. Shvetsariyami, Malayziyami, Angliyami borib aylanib kelasiz. Ungacha men gilamlarni mazza qilib yuvib olaman. Tavba qildim. Voy, men sayohatda yurar ekanman-da, siz burningizni ishqalab gilam yuvar ekansizmi? Voy, men kelinimga hech qachon gilamlarni yudirib qo'ymayman. Ana Express Kimchiskaga shunaqangi hozir chaqiraman, hozir kelib olib ketadi gilamlaringizni top-toza qilib. Voy oyijon, siz shunaqa deysiz, mana kerak bo'lsa sizga yaqinda qizingizni to'yimi, mendan to'yini Express Kimchiskani pardalari bilan polniy ta'minlab qo'yishadi. Voy, pulim bor deb, var kar qilmayman menga. Voy, tavba qildim. Hozir jahlim chiqsa, Sirojga telefon qilaman. Hozir sizni aylantirishga olib borib, restoranlarga borib, qoningizni to'yg'izib olib borib aylantirib keladi. Oyijon, shu joyga bitta beshalingizni olib qo'ying. Qaynonaga do'st bo'ling kelin.